Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi sizlar bilan ta'bir qiladigan tushimiz mushkambar haqida bo'ladi. Tushdagi mushkambar foyda, daromad keltiradigan ulamolarning nafis ilmiga dalolat qiladi. Rizq ro'z, teri savdosidan keladigan foydali tijoratlarga ham ishora qiladi. Tushda mushkambarni ko'rishlik har tomonlama tushning yaxshi ekanligiga ishora bo'ladi. Faqat birgina sababdan tushning yomon ekanligiga ishora bo'lishi mumkin. Tushda mushukning hidlagan payti boshqacha hid kelishi, ya'ni qo'lansa badbo'y hidni kelishligi mushuk ambardan bu tushning yaxshi emasligi, ya'ni ta'birda yuqoridagi ta'birlarning aksi bo'lishligiga ishora bo'lishi mumkin. Boshqa tomonlama tushda mushuk ambarni ko'rishlik yaxshi tush ko'rishlikka, ta'bir yaxshi bo'lishlikka ishora bo'ladi. Tushda mushuk ambarni ko'rishlik olti narsaga dalil bo'ladi. Dalolat qiladi. Xotinga, do'stlariga, yoqimli ayshga, aysh-ishratga, kanizakka, ko'p boylikka va yoqimli so'zlar eshitishiga dalil bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.